bizni banking produktlari bo'yicha suhbat qilamiz. Boshqa sabab qilsak suhbatni savol javob tarafasida bo'ladimi? Hozirgi kunda biz bankimizda har bitta fuqaroga jismoniy shaxslar uchun mening mahalla loyihasi bor. 50 million so'm bo'yicha bank krediti plastik kartochkaga o'tkazib berilgan holda beriladi. 50 million so'm bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, tomorqada masalan bolgarskiy kartoshka bizning Bulung'ur tumanida sotishganku. Bolgarskiy kartoshka shularga 50 million so'm bo'yicha keladi. 25% dan 4 yil muddatgacha. İmtiyazlı davr bo'lmaydi bunda. İmtiyazlı davrsiz shu oy oldingizmi, keyin oydan boshlab asos qarzlar foizini ko'tarib olasizlar. Bu jismoniy shaxslar uchun. Endi yana bitta produktimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 312-sonli qaroriga asosan mening biznesim 2 kredit loyihasi bo'yicha bu kredit hamda 1 yil mobaynida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkor subyektlar, oilaviy tadbirkor dasturi doirasida kreditni o'z vaqtida qaytargan mikrokredit oluvchilar bundan mustasno deyapti. Keyin mahsulot tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish yoki kengaytirish uchun asosiy vositalar sotib olish, asbob-uskunalar, texnologik xizmatlar va maxsus texnikalar sotib olish uchun beriladi bu kredit. Faqat 212 xabarlaringizni berasizlarmi? 212 bo'yicha. Asbob-uskuna jihozlar deyiladi. Sizlar kelinglar, markazda raqam boshlanadi masalan. yoki boshqa bir yil mobaynida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, o'sha tadbirkorlik subyektlariga kreditlar beriladi. Bu kreditning asosiy maqsadi tadbirkorlikni rivojlantirish bo'ladi. Masalan, sizlarga kerak asbob-uskuna jihozlar, ularga nimalar kiradi? Masalan, karcha iltimossizlar, qishloq joydami, Bulung'urdami? Karchaga nimalar kerak bo'ladi? Karcha qilish. Sizlarga adreslar bo'ladi, bo'lishiga kerak bo'ladi. suv bo'lishiga shunaqa narsalar uskunalar uchun beriladi-da. Jihozlar uskunalar uchun yoki oshxona faoliyati, umumiy ovqatlanish faoliyatida shug'ullanmoqchisizlar. O'shalarga mebel jihoz holatining jihozlari uchun beriladi. Ana bu kreditni 5 bank 3 kunda hal qilinadi. Kelinglar, masalan, tadbirkorlik faoliyati 1 yil davomida bu yerda faoliyat yurityapsizlar. 5 kun ichida sizga javob aytadi. Bu kredit tarifi salbiy bo'lmas, kredit tarifini bilasizlar, hammangiz endi. Kredit tarifi salbiy bo'lmas kerak.